Suvni ko'ryapsizlar. Bu 18,5 kilovat. Qani? 22 kilovatni damini beryapti. 18,5 kilovat. Yigirma ikki kilovatdan kuchlimi? Nech baravar 22 da? 4 baravar kuchli. 18 so'z bo'yataymi hozirgi holatda. Xo'p. Bitta, ikkita, uchta o'zlari nasos o'rnatishgan bu yerga. Uchala nasos ham effekt bermagandan keyin 22 kilovatlik 3000 оборотlik sentrabejniy nasos o'rniga biz 7,5 kilovatlik nasos o'rnatib berganmiz. Bu nasosimizni bosimi 7,5 kilovatdan pastda bir xil chiqayapti. Endi savol, 22 kilovat ishlatgan yaxshimi yoki 7,5 kilovat ishlatgan yaxshimi? Kommentariyada o'z fikringizni qoldirib keting. Xullas akalar, bugun biz Namangan viloyati Uyg'oq tumanini Madyarovulda bitta nasos o'rnatganmiz. Bitta 18,5 kilovat, bitta 7,5 kilovat akamizni intensiv baliq ko'llari bor. Bu joyga biz nasos o'rnatdik. Xudo xolasa video davomida to'liq narx-navolarigacha tanishtirib o'tganmiz. Kamchiliklari bo'ladigan bo'lsa to'ldirib ketish maqsadida kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirasizlar. Bu akamiz nasosni o'rnatib charchagan ekanlar. Sababi bitta 22 kilovat, bitta 7,5 kilovat, yana bitta 4,5 kilovat nasoslarni olib kelib, o'zlari o'rnatib, oxiri effekt bermagandan keyin bizga o'zlari taklif chaqirishdi. Biz bu nasoslarga taklifini berdik va mana o'rnatib, xudo xolasa suvni chiqarib berdik. Xullas, videoni oxirigacha ko'ringlar. Ha, aytgancha bitta like bosib qo'ying, kommentariyada fikringizni qoldiring. Shunday fermer do'stlaringiz bo'ladigan bo'lsa, ya'ni nasosdan tugmagan jo'natib qo'yinglar. Biz borib inshaalloh xizmat qilishga harakat qilaveramiz. Xullas, mabodo o'zingiz o'rnatib olaman deydigan bo'lsangiz, to'liq tushunchasini berib, nasoslarni o'zini ham, misol uchun jo'natib berishimiz mumkin. Bemalol O'zbekistondagi barcha joylardan arzon va qulay, sifatli. Bizdan asosiy maqsad nima? Bizdan oladiganingiz to'liq bilim, ertaga kuyib qolmaydi, boshqa narsa bo'lmaydi. To'liq hisob-kitobini olib sizga nasos tavsiyasini beramiz. Rahmat nimaga? Qani boshlaylik. Assalomu alaykum hurmatli dehqon akalar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Yana bugun biz bir obyektimizga kelganmiz. Buni ustanovkasi 10-15 kun bo'ldi bitganiga. Xo'p, bitta 7,5 kilovat, bitta 18,5 kilovat. 7,5 kilovatimiz degani 140 lik trubaga. Xullas, mana bu nasos 22 kilovat. Hop, sentrabejniy 3000 оборот shimga ekan. Buni o'rniga glubinniy nasos qo'yib berganmiz. O'zimizda raketa nasoslarimiz. Xudo xolasa, buni bosimi suvi umuman yetmay turgan ekan. Bitta 7,5 kilovatimizni bosimi mana shu bilan bemalol tepishyapti. Hop, shitlarimiz mana ko'rib turibsizlar, har doimgidek. Juda ham zo'r. Mana hozir ochib bemalol ko'rsatamiz. Bu 7,5 kilovatniki. Hop. Buni 18 kilovatlik. Toklarni ko'ryapsizlarmi? Beton ekan. 238, 238, 238. Вообще мощный, bunaqasi bo'lmagan. Chunki toklar bir xil holatda ishlamagan birortaniki. Xo'p. Adashibman. Bu 18,5, bu esa 11 kilovat. Hozir 18,5 kilovatni yurgizib ko'rsatamiz. Bismillah. Ketdi. Shu holatda mana ishladi. 36 amper. Amperlari ham juda ham zo'r. Hop. O, suv chiqishi o'ta yuqori. Bu yoqda shovqin qilyapti. Ya Alloh. Toshib ketyapti. Voy, voy. Mana. Suvni ko'ryapsizlar. Bu 18,5 kilovat. Qani? 22 kilovatni damini beryapti. 18,5 kilovat. Bu yog'i 200-300 metrga ketgan. Do'stim, o'chirib ver, o'chirib ver. Hop. Hozir effektini akalarimizdan ham so'raymiz. Katta-katta yo'nks. Ana. Xullas. Mana shu yo'nksni oldingisi umuman yaxshi effekt bermaganligi uchun bu yerda 250 lik turbadan
Ash 450 metrga tortilgan. Voy buva. Bosimi qalay bosimi? O'ta zo'rmi? 22 kilovatdan kuchlimi? Nech baravar 22 da? 4 baravar kuchli. 18,5 kilovatli nasosimiz 22 kilovatli sentrabejdan 4 baravar ochiq suv beryapti. Mana. Mana ila hamma suv bo'lib ketib yurpasda. Bir kun yonib tursa, xo'p, bu yerda suv u yoqqa ketadigan xota. Setkali qo'yilgan, ya'ni so'rni parazit baliqlar yemasligi uchun. Xudo xolasa. Xullas. Hop, nasos bu yerda. Mana 18,5 kilovatli nasosimiz 13,5 million so'mga kelgan. Ustanovkasini 8 million so'mga qildik. Mana 350 metr turbani 3,5 million so'mga olaverdik. Hop, xizmatlarni ham aytib o'tib ketaylik-da. Polietilen quvurlarini, monopolietilen quvurlarini 180 ming so'mdan olindi 1 metri. Mana uni hop, mana shu holatda mana adapter flyans qilib qotirib, xudo xolasa. Bu yog'ini ham hop 160 diametrda tepadan yuqoridan tashlab turban tagida o'tkazilgan. Xo'p, oraliq podyomiga keladigan bo'lsak, qancha deysizlar? 8 metrda bu joyda 8 metr 9-10 metr ham deylik, 10 metr oraliq mana shu joydan mana shu suv sathigacha 10 metr. Hop, suv olishi soatiga 280 kuba, 160 diametrda. Suv chuqurligiga keladigan bo'lsak 3 metr. Hop, juda ham zo'r. Ko'ryapsizlar, ilgarigi holatda bunga o'xshash montaj qilishibdi-yu. Glubini nasos ham qo'yishgan bu yerga. Bu yerda nechta nasos bor aytaymi hozirgi holatda. Xo'p, bitta, ikkita, uchta o'zlari nasos o'rnatishgan bu yerga. Uchala nasos ham effekt bermagandan keyin iloji yo'q, mana mutaxassisga murojaat qilishib, biz buni o'rnatdik. Juda ham zo'r. Bitta knopkani bosishadi, xullas tayyor. Hop, elektroshitlarimiz mana shu 2,5 million so'mga kelib to'xtagan, mana shu. J3 va 712 faza zashita hammasi. Knopka voltmetr, ampermetr. 7,5 kilovatligimizni ham mana hozir hop, mana yurgizdik. 7,5 kilovatligimiz ham xolasa mana shu joydan ularni mana temir trubada chiqib ketyapti. Hozir chiqib 7,5 kilovatligimizni ham yana bir bora suvni ko'rsatamiz. Akalar 7,5 kilovat 140 lik trubada o'tay turgani. Voy, 22 kilovat ham xuddi shuncha suv o'tay turuvdi. 22 kilovat, lekin mana jonivorda bosimi vobshe yuqori. 7,5 kilovat mana shu bateriyalarga ishlab turadi. Shu bateriyalarga. Hop. 7,5 kilovatli nasosni narxini 7 million 300 ming so'mga berganmiz. O'chiring do'stim. O'chiring. O'chiring. Hop, 7 million 300 ming so'mga berganmiz. Tushdimi? Chotki. O, past ko'ryapsizlar. Orqaga qaytish jarayonida nasosni o'zini o'zi tozalaydi. Bu yerda juda ham ko'p musor oqadi. Qachonki bunga o'xshash salafanlar olinmasa hozir akalar o'zlariga aytib o'tib ketaman. Mana bundaqa salafanlar bo'lsa umuman xo'p, nima qilmaslik kerak? Bu holatda qolmaslik kerak, tozalab qo'yish kerak. Keyin glubini nasosni o'zlarini shunday olib borib tashab qo'yyapsizlar-ku, lekin pastki holati, yer ostidagi holatda haroratini hisob-kitobga olmayapsizlar. Ya'ni sababi, agar pastki holatdagi haroratni, yer tagini, toshni imkoniyatini olmaydigan bo'lsalaring, bu 24 soatga ham bormay kuyadi bu nasoslar. Shuning uchun hamma narsani joy-joyiga qo'yib, xullas, bizning elektroshitlarimiz mana shu holatda ishlash nimalari, mana shu holatda elektroshitlarimizni ko'rib turibsizlar, hamma yo'q joy-joyida. Endi hop, o'zlarini elektroshitlarini ko'rsatib o'tamiz. Mana shu 22 kilovat elektroshitlarini. Hop, endi vaqtlaringni olaman. Mana elektroshit fazazashdan turgan holatini qaranglar.
Bu nima holat bu ichkarida? Xullas, kashavarina ertaga yonadi bu. 7,5 kilovatga bunga o'xshash invertor ham qo'yishgan ekan, lekin uni o'rniga invertor yaramaydi. Bu kichikroq kilovatga ekan, 7,5 kilovatga deb qo'yishibdi-yu, mazasi qochib ishlayapti buni ham. Xullas, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, shunga o'xshash bosimli nasoslar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqasizlar. Xudo xolasa biz O'zbekiston bo'ylab yetkazib berishga va xizmat ko'rsatishga harakat qilamiz. Hammaga rahmat. Bizdan uzoqlashmaysizlar. O'tkazgan vaqtlaringizga rozi bo'lib qo'yasizlar. Rahmat.